muxlislarim, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Qadamli yillarga hasanot. Bugun sizlar bilan ko'p yillar orzu qilgan edim. Qani iloyim har yili shu konsertni beraversam-da, muxlislarim xursand bo'laversam. Mana 5-yildan beri tinmasdan har yili sizlarga yangi qo'shiqlarni qilyapmiz. Bu baxtdan hech qachon ayirmasin. Sizlar uchun yangi qo'shiq tayyorlab kelganman bugun. Ozoda Nursaidova kuylaydigan qo'shiqlarida insonni yuragida hech kimga aytolmaydigan dardlari bo'ladi-yu. Birovga aytolmaysiz, ichingizdan nima o'tayotganini o'zingiz bilasiz. Mana shu dardlarini so'zda olib chiqib beradilar. O'shaning uchun bular Madonna hisoblanadilar menimcha, O'zbekistonning eng zo'r super qo'shiqchilaridan biri. Yillar, 2003-yillarda eshitganmiz Ozoda Nursaidovani. Eski qo'shiqlardan taniymiz. Bolalikdan, kichkinaligimizdan maktablarda eng anaqa populyarniy bo'lardi. Shu Ozoda Nursaidova eshitganmiz. Bolalar, Ozoda, Rayhon, Shahzoda. Menimcha Yulduz Usmonovadan keyingi o'rinda tursa kerak. Shunaqa. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Biz ularni qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'ramiz. Oldindan yaxshi ko'ramiz. Qo'shiqlarini sevib kuylaymiz va ularni o'zlarini ham yaxshi ko'ramiz. Yoshlikdan muxlislarimiz har bitta ashulalarni juda ham yaxshi ko'ramiz.